Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Hop, bugungi videomiz ratan stol stullar haqida bo'ladi. Bir boshdan endi bir qator sizlarga tushuncha berib qo'yadigan bo'lsam, hozirimiz Qo'qon shahridamiz, to'g'rimi? Ha, Qo'qon Qo'qon Buvayda. shahri, Qo'qon Buvaydadamiz. Xudo xolasa, ishlab chiqaruvchi birinchi qo'l akalar, hech qanaqasi olib sotar emas. Akamiz o'zlari ishlab chiqaradilar, xudo xolasa, birinchi qo'l. Cho'chimasdan olaverasizlar, narxlari juda ham arzon. Olib sotuvchilar akamizdan olib sotishadi, sifati yaxshi, o'zlari ishlab chiqarishadi. Xudo xolasa, mana ko'rib turganlaringizdek, endi buni oynasi yo'q varianti. Oynasini qo'yishadi-yu. Mana endi 4 kishiligini ko'radigan bo'lsalaring, mana 4 kishiligi hozirda 2 million so'mga O'zbekistonda qay burchakda bo'lsangiz ham dastlabki qilib berishadi. Xudo xolasa, biz hozir endi Qo'qondan video qilyapmiz. Andijondan bo'lasizmi, Namangan, Toshkent, boshqa joydagi narxlarga bitta taqqoslab solishtirib ko'radigan bo'lsangiz ham narxlari arzon, xudo xolasa. Chunki bu narsalarni hammasini magazinga olib chiqib sotadigan bo'lsa, narxi qimmatlab ketaveradi. Nimaga? Magazinda sotyapti, o'shaning uchun narxi qimmatlaveradi. Endi hozir biz uyda chiqaryapmiz, ishlab chiqarish joyi, o'shaning uchun narxlari arzon bo'ladi, xudo xolasa. Mana oqi, mokriy sveti, qaymoq sveti, oq bilan ya'ni korishnevoyni aralashtirgani hamma rangidan bor ekan, xudo xolasa. Ma'lumotini endi Jamshid aka bilan berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Kevolingiz menga. Rahmat aka. Hozir nechta edi? 4 talikdan boshlaylik aka. To'rttalikdan. Bu oynasi yo'qmi buni? Ha, buni oynasiga ulgurmadik qo'ygani, xudo xolasa qo'yib beraveramiz aka. Xo'p, 4 taligi buni kачествосini tushuntirib bering endi aka. Endi bu ratan stolni sotayotgan odamlar juda ham ko'p aslida. Endi hammasini yomon demoqchi emasmiz. Sifatda hammasini o'ziga yarasha, puli o'ziga yarasha. To'g'rimi? Rostdan hozir 2 million so'mdan 4 tasini O'zbekiston bo'yicha dastlabkasini bepul qilib berasiz. Yetkazib beramiz, xudo xolasa. Yaxshi. Hozir seriyalari qanaqa buni endi? Seriyasi Xitoy seriya bo'ladi. Xitoy seriya, ha? Yaxshi. Buni 3 yil garantiyasi bor. 3 yil garantiyasi bor, yo'q. 3 yil garantiyasi bor. Ishlataveradi. Bemalol ishlataveradi. Suvga, qorga chidamli. Ha, bemalol aptoga ham qo'yib rangi o'zgarmaydi. Rangi o'zgarmaydi. 3 yil garantiyasi bor. O'sha quyoshda o'ngib ketishiga, o'zidan o'zi uzilib ketishiga javob beramiz, xudo xolasa. Yaxshi. Buni stolning razmeri nechagacha bo'ladi? Buni razmeri 90 ga 90 bo'ladi. To'rala tarafga qo'yiladi. To'rala tarafga qo'yiladi. Bunisi 80 ga 120, ikki taraflama qo'yiladi. Ikki taraflama to'rttaliga. Ha, hozir endi marojna xonalar uchun ham juda ham zo'r ekanda. Ayniqsa marojnasi marojna xonalar uchun juda ham zo'r. Chunki marojna, fast food shunga o'xshagan joylarda stol ustiga juda ham ko'p narsa qo'yilmaydi. O'shani hisobiga to'rala tarafga odam qo'ysa bo'laveradi. Endi bunisida bir-biriga qarab bu ovqatlanadi. Chunki bu hali shashlikxona, shunga o'xshagan joylar uchun zo'r. Chunki yonida joyini ham egallamaydi. Ro'para-ro'para o'tiraveradi, to'g'rimi? Shunaqa. Buni narxi necha pul chiqyapti hozir? Bu ham 2 million. Bu ham 2 million. Farqi yo'q. To'rttalik farqi yo'q. Qaysidan bo'lsa ham qilib berilaveradi. Juda ham yaxshi. Endi mana oqini ham bitta tushuntiraylik endi. Bularimiz 6 talik bo'ladi. 6 talik ha bunisi. Stol razmeri necha? Razmeri 80 ga 140 bo'ladi. 80 ga 140. 140. Oynasi kalyonnimi bular aka? Ha. Bitta ko'tarib tashlanchi oynasi bo'ladi. Sinmaydi. Endi hech kim bunaqa tashlamaydi-ku. Mabodo misol uchun qanaqadir odam xayoli har xil joyga ketib, nima bo'lganda, misol boshqadan tushib ketib qolsa ham hech nima bo'lmas ekan. Juda ham yaxshi. Keyin tagida cho'ntaklari ham bor, mana qaranglar. Hali polka deymizmi? Splashniy polka bor, misol uchun. Menimcha mana kuydirilgan oyna adashmasam tagiga issiqni o'tkazmaydi. To'g'rimi aka? Shunaqa. Issiqni, hali ultra binafsha nurlarni qo'yamiz, o'shani nurini o'tkazmaydi. O'shanda bu narsa qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Bu narsa qo'yib qo'ysangiz ham opto o'tmaydi. Juda ham yaxshi. Hozir 6 taligi necha pul chiqyapti hozir? 6 taligi 2,5 million bo'lyapti. 2,5 million so'm. Ha, 500 ming so'm qo'shib, bunga 500 ming so'm qo'shib 6 taligini olgan ham yaxshi ekanda. Shunaqa. Endi bu kichikroq ro'zg'orlar uchun, yo misol shunga o'xshaganlik aytganimizdek, o'sha xuddi-xona, fast food, yo marojna xona sezonga kelgan shunga o'xshagan joylarga o'tirishga ham udobniy, mana ko'rib turibsizlar, ana bellaringiz ham og'rib ketmaydi. Sal yotganroq fason bo'ladi. Juda ham yaxshi. 2,5 million so'mga hozir dastavkasini ham qilib berasiz. Dastavkasini qilib beramiz. Misol uchun qatlarga qilib bermaysiz aka. Yo, hamma yo'q qilamiz. 5 komplektgacha o'sha voha tarafga zakaz olaveramiz. Undan yo'q bo'lsa kelishtirib berilaveradi. Kelishtirib berilaveradi. Juda ham yaxshi. Endi bunisi nechtalik aka? Bu 8 taliklarimiz bo'ladi. 8 talik, ha? Aha. 8 talik. 8 talik. Necha pul chiqyapti bu? Bularimiz 3,5 million bo'lyapti. 3,5 million. 3,5 million. Xonaning razmeri necha? Razmeri 90 ga 180 bo'ladi. 90 ga 180. 180. 90 ga 180. Zo'r. 8 kishi bemalol sig'averadi bunga, 8 kishi bemalol o'tirilaveradi. Stulchiki bor, stoli bor. Juda ham yaxshi. Buni ham oynalar kalyonni. Ha, hammasini kalyonni aka. 3,5 million so'mdan. Hozir endi bunisi-chi?
Bularimiz ham 6 talik. Bu ham 6 talik, 2,5 million. Ha. 2,5 million. variant. Har xil rangdagisi bor, mana to'g'rimi? Bu mokrisi, Bu mokri. korishniy endi hozir changda turibdi, qadrdonlar, lekin mana sal bemalol changib qolgan karchida xolos. yuvib, Karchirlasa bo'laveradi. ishlatsa bo'laveradi. Juda ham yaxshi. 10 talik ham qilib beraveramiz. 10 talik ham qilib beraveramiz. 10 talik necha pul chiqadi? 10 taligimiz 4,5 million bo'ladi. 10 talik 4,5 million so'm bo'ladi. 8 talik 3,5 million. 8 talik 3,5 million. Ha, demak hozir stol ham katta bo'ladi. Stol ham katta bo'ladi. 90 ga 240 bo'ladi. 90 ga 240 bo'ladi. Endi optim ishlaydiganlar bo'ladigan bo'lsa ham arzonroq berasizmi? Optimga sal kelishtirib beramiz do'koncha. Kelishtirib, dastavkasini ham qilib berasiz. Ko'proq olsa, endi hamma joyda ko'p olgan odam yutadi. Sababi nima? Ko'p olyapti, arzonroq sotib, tezroq оборотini aylantirib olgan hisobiga. Qadrdonlar, xudo xolasa, dastavka O'zbekiston bo'ylab bepul aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Inshaalloh chiroyli Cheklanmagan qilib berishadi. miqdorda bor. Cheklanmagan miqdorda qilib 3 berasiz. kunda yetkazib olib borib beramiz. O'tgan safargi videodan adashmasam 40 ta zakaz oldim dedingiz-a? Shunaqa, ha. 40 ta zakaz bo'ldi. Kechagina oldik, 40 komplet. Namangandan olib ketishdi. Ha, Namanganga. Juda ham yaxshi. Qadrdonlar, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Ishlab chiqarish juda ham yaxshi. Endi bitta qo'llab olish kerak akalarimizni. O'zi yaxshi sotishadi-yu, lekin o'zimizni o'zbek ishlab chiqaruvchi akalarimizni qo'llashimiz kerak. Sababi, misol uchun mana Xitoy kirib kelyapti, boshqa kirib kelyapti. Narx bilan sindiradi, boshqa qiladi. Lekin o'zimizni ishlab chiqaruvchi akalarimizni podesha qilsak, xudo xolasa, ancha vaqt ishlaturasiz, mana garantiya berishyapti, hamma yo'g'i joyida. Chiroyli ko'rkam mana qaranglar, xudo xolasa, like bosib qo'yinglar. Hammaga tarqasin. Hammalaringga rahmat. Sog' salomat bo'ling aka. Sizga ham rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, mayli aka, rahmat.